Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan Azik Master. Xo'p, bugungi kunda ko'pgina uchraydigan hodisalar avtomatlarimiz yonishi, mana bunday holatga kelib qolishi yoki rasvetli korobkamiz chiroyli terilgani, lekin u keyinchalik yirishi yoki yonishi, ba'zi holatlarda mana shu korobkalardan uy yonib ketish holatlari ham bo'lib turadi. Xo'p, buni oldini olish agar sizga qiziq bo'lsa, kommentariyaga master deb yozib qoldiring va men sizlarga buni oldini olish yo'llarini o'rgataman. Ba'zi holatlarda bitovoy texnikalarimiz, ya'ni mana konditsioner yonib ketgan holatlarni ham kuzatamiz. Ba'zi holatlarda boshqa narsalar ham yonib ketyapti. Bularni qanday zashta qilish kerak, qanaqa avtomat qo'yish kerak? Agar bu sizlarga qiziq bo'lsa, men sizlarga hammasini batafsil tushuntirib beraman. Xo'p, kimda kim agar obuna bo'lmagan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar yoki qanaqadir savollaringiz bo'lsa, savollaringizni bemalol beraveringlar, javob beramiz.